Achinarlisi voqea atrofidagi shaxslarning ichidan bir mard chiqib, "Ha, bu mening aybim, uni yuvishga tayyorman" demagani. Mana bu kabi holatlarda qonunchilik qanday himoya qila oladi? Endi zararni qoplash majburiyati o'sha shaxsni o'ziga yuklatiladi. Bu haqda gapirmagan ham, o'qimagan ham qolmadi. Xastalik kutilmaganda keladi o'zi. Kechagina chiroyli qomati sabab klip va reklamalarda yulduz bo'lib turib, birgina ehtiyotsizlik oqibatida nogironga aylanish ham hech gap emas ekan. Ozoda Nursaidovaning Dilbarim deb nomlangan qo'shig'iga ishlangan klipni tasvirga olish qimmatga tushdi. Unda ishtirok etayotgan model qizni syomka jarayonida mashina bosib ketgan. Oqibatda qiz nogiron bo'lib qolgan. Bu haqda gapirmagan ham, o'qimagan ham qolmadi. Tafsilotlarni takrorlab o'tirmaymiz. Sud bo'lyapti, qaror chiqqach balki muhokama davom etar. Eng xavotirlisi, istalgan odam bilan ro'y berishi mumkin bo'lgan musibatda najot odamlardan kutilmoqda. Qonun esa tomoshabin. Umuman olganda mana shunday vaziyatlarda mehnat qonunchiligi nima deydi? Ish vaqtida xodim jarohat olsa yoki baxtsiz hodisa tufayli vafot etsa qanday yordam ko'rsatiladi? Umid Pirboyev shunga o'xshash voqealar asosida mavzuni o'rganishga harakat qildi. Noyabrda sodir bo'lgan klip voqeasi tarmoqning asosiy muhokamasiga aylandi. Baxtsiz hodisada Sabrinaning tos suyagi singan, boshqa a'zolari ham jarohat olgan. Uni 4-sonli shifoxonaga olib borishgan. 9 soatlik operatsiyadan so'ng bemorning hayoti saqlab qolingan. Biroq jarrohlik amaliyoti noto'g'ri bajarilgani oqibatida uning bir oyog'i ikkinchisidan 7 sm uzunroq bo'lib, qiz nogiron bo'lib qolgan deyiladi tarqalgan xabarda. Ozoda Nursaidova ham voqeaga nisbatan o'z munosabatini bildirib o'tdi. Ammo Sabrinaning aytishicha mazkur hodisa bo'yicha ish sudga oshirilgan, lekin hali sud jarayoni boshlanmagan. Sabrina tergovchi unga ish materiallarini taqdim qilmaganini aytgan. Yana bir narsa, jabrlanuvchini voyaga yetmagan aktrisa mashina boshqaruvini yo'qotib bosib ketgan bo'lsa-da, bu hodisaga rasmiy ma'lumot ham shu paytgacha jim turgan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan oradan 4 oy o'tib endi berildi. Mazkur holat yuzasidan transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Sabrinaning operatsiyasiga Munisa Rizayeva va boshqa san'atkorlar ham homiy bo'lmoqda. Kuni kecha jamoa shakllanib, ko'ngillilar yordam berish harakatiga tushgan. Yodingizda bo'lsa, 11-mart kuni Navoiy Azoddagi portlash oqibatida bir kishi halok bo'ldi, 11 kishi jarohatlandi degan xabar ham tarqaldi. Aynan mavzumizga mos qismi yuzasidan ma'lumot olish uchun tashkilot matbuot kotibi bilan bog'langanimizda hamkasbimiz jarohat olganlarga korxona yordam berayotgani, vafot etganlarning oilasiga qonunchilikka muvofiq to'lovlar qilinishi bo'yicha aniq axborot yo'qligini ma'lum qilgan. Navoiydagi jabr ko'rganlarga ham mehnat kodeksiga muvofiq yordam ko'rsatiladi degan umiddamiz. Xabaringiz bo'lsa, Boysundagi gaz konining ham portlashi natijasida 2 kishi vafot etgan edi. Sputnik nashri ham bu bo'yicha unda ham oila a'zolari vasiylikka olindi. Ariel Group kompensatsiya to'laydi deb xabar bergan edi. Kompaniya mutasaddilari ham ushbu oilalardagi bolalarni boqish va kelajakda ularning oliy ta'lim olishlari uchun hujjatlarni ham o'z zimmasiga oladi deya aytib o'tgandi. Ammo holat bo'yicha mehnat qonunchiligiga qay darajada amal qilingani bu bizga qorong'u. Angren ko'mir konida Belaz rusumli avtoag'dargich tog' jinslarini to'kish vaqtida orqaga sirpanib ag'darilib ketgan. Hodisa oqibatida og'ir tan jarohat olgan avtoag'dargich haydovchisiga korxona tibbiy bo'lim xodimlari tomonidan birinchi yordam berilgan va shoshilinch ravishda shahar markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. Ammo ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramay haydovchi kasalxonada vafot etgan va uning oila a'zolariga mehnat qonunchiligiga muvofiq qanday yordam berilgani haqida hali hech qanday rasmiy ma'lumot berilmagan. Toshkent davlat yuridik universiteti o'qituvchisi huquqshunos Doniyor Imomniyozov bilan bog'landik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xonimlar. Mana masalan yuqoridagi holat, o'sha klipda ishtirok etgan qiz, demak ana shu jarayonda hujjatlashtirilmagan, ya'ni og'zaki kelishuv bo'lgan, ammo mana shu jarayonda u shikastlanyapti. Mana bu kabi holatlarda qonunchilik qanday himoya qila oladi?
jabrlangan fuqaroni? Agar xodim bilan mehnat shartnomasi imzolangan bo'lsa, unda hech qanaqa bir muammo yo'q. Ya'ni qonunchilik aniq-tiniq qoidalarni belgilab qo'ygan, o'sha qoidalar doirasida harakat qilinadi. Bunda xodimning huquqlari ko'proq kafolatlanadi. Agar biz o'sha klipdagi vaziyatni tahlil qiladigan bo'lsak, ular o'rtasida muayyan bir shartnomaviy munosabat bo'lmasa-da, aslida mavjud, lekin rasmiylashtirilgan, yozma shaklda rasmiylashtirilgan bo'lmasa-da, bu vaziyatda o'sha zarar yetkazishdan kelib chiqadigan majburiyat qoidalari qo'llaniladi. Kim zarar yetkazgan bo'lsa, aynan o'sha shaxs yetkazilgan zararni qoplayveradi. O'zimizga ma'lum bo'lgan umumiy holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, aytilishi bo'yicha rulda o'tirgan boshqa bir aktrisa voyaga yetmagan. Bunday holatda agar uni o'zini moddiy ta'minoti yetarli bo'ladigan bo'lsa, mol-mulki bor bo'ladigan bo'lsa, zararni qoplash unga yuklatiladi. O'zini mol-mulki bo'lmasa, daromadi bo'lmasa, unda zararni qoplash ota-onasi, vasiysi, homiysi yoki uni o'rni bosuvchi shaxslarga yuklatiladi. Ko'radigan bo'lsak, rejissor yoki prodyuserning ko'rsatmasi bilan transport vositasiga o'tirgan hamda pedalni bosgan deyildi. Bunday holatda zararni qoplash majburiyati endi o'sha aktrisaga emas, bevosita unga o'shanday ko'rsatma bergan, agar u o'sha prodyuser yoki bo'lmasa rejissor sifatida oladigan shaxs yuridik shaxs sifatida tashkil etilib faoliyat yuritgan bo'lsa, o'sha yuridik shaxs zimmasiga yuklatiladi. Agar u yuridik shaxs sifatida emas, oddiy fuqaro sifatida o'sha munosabatga kirishgan bo'lsa, endi zararni qoplash majburiyati o'sha shaxsni o'ziga yuklatiladi. Rahmat sizga.